Internet olamida yana bir shov-shuvli xabar. Sahna ortida Botir Muhammadxo'jayev va Shohida Uzoqovalar quchoqlashib tushgan video keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Assalomu alaykum. Kunning tezkor videolarini o'tkazib yubormaslik uchun like tugmasini bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Aktyor Botir Muhammadxo'jayev va xalq suygan aktrisa Shohida Uzoqovaning sahna ortida bir-birini quchoqlab qo'lidan o'pib turgan surati va videosi ijtimoiy tarmoqlarda yashin tezligida tarqaldi. Bu lavha ko'pchilikni befarq qoldirmadi va keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Eslatib o'tamiz, bir necha oy oldin Shohida Uzoqova va aktrisa Nilufar Hamidova o'rtasidagi mojaro ommaga tarqab jamoat e'tiborini tortgan edi. O'sha paytda aytilgan ba'zi keskin gaplar bugungi video fonida yana tilga olina boshladi. Ayniqsa, aktrisa Nilufar Hamidova Shohida Uzoqovaga qarata aytgan so'zlari go'yoki isbotini topgandek ko'rindi, degan fikrlar ham paydo bo'ldi. Videoda esa qiziq holat. Aktrisa Shohida Uzoqova hazilomuz qo'yib yuboring, yana internetga chiqib ketadi deya ogohlantiradi. Botir Muhammadxo'jayev esa oshing halol bo'lsa ko'chada ye degan iborani aytgani eshitiladi. Ana shu bir necha soniyalik lavha jamoatni o'yga soldi. Ayrimlar buni oddiy diydor, san'atkorga xos samimiy munosabat deb baholasa, boshqalar esa bu holatni keskin qoraladi. Bir narsa aniq, Shohida Uzoqova va Botir Muhammadxo'jayev o'rtasidagi bu holat yaqin kunlarda ham muhokamalar markazida bo'ladi. So'nggi paytlarda tarqalayotgan sahna ortidagi videolar, quchoqlashuvlar va bahs lavhalaridan so'ng ko'pchilik Nilufar Hamidovaning avval aytgan so'zlarini esladi. Aktrisa oldingi chiqishida ayrim san'atkorlarga qarata juda keskin fikr bildirgan edi. Uning gaplarida quyidagilarga urg'u berilgan: ayrim aktrisalar sahna ortida hayosiz qiliqlar qiladi, oilali erkaklar bilan yaqin munosabatda bo'lib, ma'shuqasiga aylanadi. San'at niqobi ortida butunlay boshqa hayot bor. O'shanda bu so'zlar ko'pchilikka og'ir tuyuldi. Hatto Nilufar Hamidova qattiq tanqid ostida qoldi. Ammo bugungi video fonida Nilufar aytgan gaplar bekor emas ekan, aytganlari ochilib chiqyapti degan fikrlarni ilgari surmoqda. Xo'sh, siz nima deysiz, qadrli muxlis? Nilufar Hamidova aytgan gaplari qanchalik haqiqatga yaqin yoki noto'g'ri? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizda yangiliklarni kuzatib boring. Salomat bo'ling.